Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizda writing uchun kerakli bo'lgan strukturalarni o'rganamiz. Xo'p, bu uchun juda ham yaxshi material tayyorladim. Buni o'zim qildim. Sun'iy intellektdan foydalanib, xullas, deyarli o'zim qildim. Birinchi strukturamiz demak bizda bu with a view to plus ing formasi. Bu qachon ishlatiladi? Qachonki siz biror nima haqida gapirganingizda va u vaqtda maqsadni aytmoqchi bo'lsangiz, ana shu vaqtda siz bu formuladan foydalanasiz. Tarjimasi biror nima qilish maqsadida deb tarjima qilinadi. Xo'p, always follow with a gerund. Demak, verbdan keyin doim ing ishlatishimiz kerak. Buni hozir tushuntiraman. Misol uchun, the government took measures. Mana shu yergacha tarjima qilaylik. Hukumat chora-tadbirlar ko'rdi. Nima maqsadda? With a view to improving public health. Jamoat sog'lig'ini yaxshilash maqsadida chora-tadbirlar ko'rdi. With a view to improving degani yaxshilash maqsadida deb tarjima qilinar ekan. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda improvingda fe'lning ing shakli ishlatilyapti. Bu har doim shunaqa. Bu formulani bir qismi, ya'ni o'zgarmas qismi hisoblanadi. Yoki the university introduced new courses. Universitet yangi kurslarni kiritdi. Nima maqsadda? With a view to enhancing students' skills. O'quvchilarni qobiliyatini orttirish maqsadida. With a view to enhancing degani orttirish maqsadida degan ekan. Keyingisi, the company revised its policies with a view to increasing employee satisfaction. Kompaniya o'zini qonun-qoidalarni, ishdagi tartibini ko'rib chiqdi. Nima maqsadda? With a view to increasing employee satisfaction. Ishchilarni qoniqishini orttirish maqsadida, demak, o'zini policylarni qaytadan ko'rib chiqibdi. The organization invested in technology with a view to expanding its services. Tashkilot texnologiyaga o'zini servislarini kengaytirish maqsadida pul ajratibdi. With a view to expanding degani bizda demak kengaytirish maqsadida deb tarjima qilinar ekan. Xo'p, umuman olganda biz qachonki maqsadni aytmoqchi bo'lsak, bu yerda with a view to plus verb ing formuladan foydalansak bo'lar ekan. Endi buni qanaqa qilib biz IELTS writing savollarida ishlatishimiz mumkin? Tasavvur qiling, bizda problem solving essay turi bor. Ya'ni sizga qanaqadir muammo beriladi va siz unga solution berishingiz kerak, yechim berishingiz kerak bo'ladi. Va ana shunaqa essay topiklardan bittasi bu how to reduce traffic congestion in cities. Ya'ni shaharlarda qanaqa tirbandlikni kamaytirish mumkin. Xo'p, mana shu muammo turibdi va siz o'zingizni solutioningizni kiritmoqchisiz. Ana shu solutionni kiritdingiz mana. Public transportga siz invest qilishni yechim sifatida kiritdingiz. Jamoat transportiga pul ajratish. Endi shuni siz butun gap qilib yozmoqchisiz, chiroyli qilib. Ayni shu vaqtda siz albatta maqsadda aytishingiz kerak bo'ladi. Nima maqsadda jamoat transportiga pul ajratiladi? Maqsad shu yo'ldagi mashinalarni kamaytirish va umuman olganda tirbandlikni kamaytirish. Mana shu vaqtda qanday yozasiz? Governments should invest in public transportation. Hukumatlar transportga, public transportationga pul ajratish kerak. With a view to reducing the number of private vehicles on the road. Yo'ldagi shaxsiy xususiy mashinalarni sonini kamaytirish maqsadida, demak, u jamoat transportiga pul ajratish kerak. Ko'ryapsizmi, siz hozir problem solution essay typeida o'zingiz solutioningizni kiritmoqchi bo'lganingizda, mana shu formuladan, strukturadan bemalol foydalana olasiz ekan. Xo'p, keyingi turdagi essay bizda discussion. Bunda qanaqa foydalanishimiz mumkin? Misol uchun, bizda misol tariqasida berilgan topic Some believe that universities should prepare students for employment. Ba'zilar o'ylaydiki, universitetlar o'zini studentlarini ishga tayyorlash kerak, while others think that they should focus on academic knowledge. Lekin boshqalar o'ylaydiki, ko'proq bilim olishga e'tibor qaratish kerak deb o'ylashadi. Xullas, bizda ikkita taraf bor, employment bilan academic knowledge. Shu ikkalasini muhokama qilishimiz kerak. Xo'p, tasavvur qiling, employmentdan boshladik.
va employmentni ular qo'llab-quvvatlash kerak, shunga e'tibor qaratish kerak. Nima maqsadda? Ya'ni maqsadni albatta kiritasiz bu vaqtda. Hop, many universities have revised their curriculum. Ko'p universitetlar o'zining dars jadvalini ko'rib chiqishdi. Nima maqsadda? With a view to enhancing students' employability after graduation. Studentlarni universitetni bitirgandan keyin ish bilan ta'minlanish darajasini orttirish maqsadida. Ko'rasizmi, siz shu vaqtda with a view to enhancing the maqsadni keltirish vazifasida ishlatyapsiz. Yoki opinion essayda qanday bo'ladi? Misol uchun, should governments fund arts or focus on essential services? Hukumatlar san'atga e'tibor qaratish kerakmi yoki boshqa muhim servislarga, masalan, maktab yoki shifoxona, shunga o'xshagan essential servislarga pul ajratish kerakmi degan essay. Va siz hozir artni tanladingiz. Demak, bu yerda bizda ikki xil topik bor ekan. Buni highlight qilsak, o'zimizga ko'rinarli bo'ladi. Art yoki essential services. Va siz artni tarafini olyapsiz. Nima uchun hukumat san'atga pul ajratish kerak? Arts funding can be justified bu yerda oqlanadi. Qachon, qaysi maqsadda bo'lsa u oqlanadi. With a view to preserving cultural heritage. Madaniy merosni saqlab qolish maqsadida bo'lsa oqlanar ekan. And promoting national identity. Va milliylik hissini, milliy shaxsiyatni rivojlantirish maqsadida bo'lsa, demak, san'atga pul tikilsa, u vaqtda oqlanadi. Ya'ni san'atga pul tikilishini maqsadi madaniy merosni saqlash va milliy shaxsiyatni rivojlantirish bo'lsa agar, ana shunda oqlanadi. Yoki va oxirgi example bizda advantage disadvantage essay. Bu vaqtda qanday bo'ladi? Masalan, online learning and traditional learning. Bularni advantage hamda disadvantage haqida gapirishimiz kerak. Many universities are integrating online learning systems with a view to reducing educational costs and reaching a wider range of learners. Xo'p, bu yerda reducing cost bilan bizdagi reaching wider range of learners bu advantagelardan bittasi. Nimani advantage? Bizdagi online learningni foydali taraflardan bittasi. Siz uni u haqida gapirmoqchisiz va orada with a view to strukturasini ishlatmoqchisiz. Qanday ishlatasiz? Many universities are integrating online learning systems. Ko'p universitetlar online o'qitish tizimini kiritishyapti darsligiga. Nima maqsadda? With a view to reducing educational costs. Bilim olish narxini kamaytirish, bilim olish xarajatlarini kamaytirish va reaching a wider range of learners. Ko'proq studentlarni olish maqsadida, demak, ular online learningni o'zlariga kiritishyapti. Xo'p, endi umuman olganda o'rgangan narsamiz bizda with a view to degani biror nima maqsadida deb tarjima qilinar ekan. Xo'p, endi bizda 4 ta mashq bor. Mana shuni qilishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Bu yerda 4 xil essay turlari bor va ularga bog'liq qanaqadir topik bor. Ana shu topik demak o'sha yuqorisida yozilgan essay turiga mansub. Va sizga ideya berilgan. Har bittasida ideyaga qarab turib gap tutishingiz kerak. O'rtada with a view to strukturasidan foydalanishingiz kerak. Misol uchun, opinion essay. Bunda sizda ikki xil variant bo'ladi, yoki misol uchun public transportation yoki yo'llar. Qaysi biriga pul ajratish kerak? Some people believe that government should invest more in public transportation bu yerda then bo'lish kerak edi, then in roads. Ya'ni yo'lga pul ajratgandan ko'ra jamoat transportiga pul ajratgan yaxshiroq deb o'ylashadi. To what extent do you agree or disagree? Qanchalik bunga qo'shilasiz, qanchalik qo'shilmaysiz? Endi siz aytmoqchi bo'lgan ideya invest in public transportation, ya'ni jamoat transportiga pul ajratish. Nima maqsadda? Reduce traffic congestion and air pollution. Bizdagi tirbandlikni hamda havodagi ifloslanishni kamaytirish maqsadida. Biz hozir with a view to strukturasini ishlatib, mana shu ikkala qismni bog'lashimiz kerak bo'ladi. Governments should prioritize funding for public transport. Hukumatlar
bizdagi jamoat transportiga fundingni eng asosiy narsa deb hisoblash kerak. Nima maqsadda? With a view to reducing traffic congestion and air pollution. Tirbandlikni hamda air pollution'ni kamaytirish maqsadida. Xo'p, endi bu yog'ini o'zimiz yozishimiz kerak bo'ladi. Bu shunchaki namuna sifatida berilganda. Discussion essay. Endi bizda ikki xil mavzu bo'ladi va ularni ikkalasini discuss qilishimiz kerak. Some people think that children should be taught to be competitive at school. Ba'zilar o'ylaydiki, bolalar maktabda raqobatga asoslangan muhitda o'qitilishi kerak, ya'ni raqobatchi qilib yetishtirilishi kerak. Others believe that cooperation is more important. Lekin boshqalar o'ylaydiki, birgalikda ishlash, hamjihatlik muhimroq. Discuss both views and give your own opinion. Bizda ikki xil ideya berilgan, ikkalasiga ham yozishimiz kerak. Birinchi ideyada encourage competition. Siz competitionning tarafini olasiz va uni maqsadini ham aytib ketishingiz kerak bo'ladi. Increase motivation and improve academic performance. O'quvchilardagi motivatsiyani orttirish va umuman olganda ularda ilmiy natijalarni yaxshirish maqsadida. Endi biz buni Wordga yozamiz. Xo'p. Xo'p, biz hozir maktablarda competition encouraged bo'lish kerak deb yozib olsak, o'rtaga with the view to ni qo'yamiz, keyin yog'ini davom ettiramiz. Competition should be encouraged ozgina kichkina aytiramiz. At schools. Competition should be encouraged at schools with the view to nima maqsadda bo'lishi kerak? Bizda o'sha narsa motivationni orttirish kerak va academic performance'ni yaxshilash kerak. With the view to enhancing desak bo'ladi. Increase so'zini o'rniga enhancing students o'quvchilarning motivation and improving their academic performance. Hop. Competition should be encouraged at schools with a view to enhancing students' motivation and improving their academic performance. Maktablarda raqobat qo'llab-quvvatlanishi kerak. O'quvchilarning motivatsiyasini hamda ilmiy umuman olganda academic performance'ni yaxshilash maqsadida. Biz hozir ikkita gapni bog'layapmiz va o'rtaga with a view to ni bu strukturadan foydalanib biz maqsadni beryapmiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bundan keyin ikkita fe'l bor. Birinchisi enhancing, ikkinchisi improving. Ikkalasi ham ing da bo'lyapti. Bittasini ing da berib, ikkinchisini berish esingizdan chiqmasin. Xo'p, endi ikkinchi gap. Support cooperation, develop students teamwork skills. Nima uchun birgalikda ishlash, hamjihatlik qo'llab-quvvatlanish kerak? Nima maqsadda? Chunki undan oladigan maqsadimiz bizda o'quvchilarda teamwork skilllarini orttirish. At schools. Xo'p, birinchi bundan boshlaylik. Schools should
administration degan bo'ladi. School administrations should support cooperation among the students with a view to nima maqsadda bizda with a view to enhancing their teamwork skills. O'zi teamwork skills deb yozsangiz ham bo'ladi, lekin xohlasangiz buni kengaytirib yozsangiz bo'ladi. Masalan, teamwork skillsning o'rniga goal sharing yoki bo'lmasa understanding each other, communication skills, mana shunaqa detailed bo'lgan skilllarni ham yozsangiz bo'ladi. Umumiy qilib teamwork skills desangiz ham shuni o'zi yetarligan bo'ladi. School administrations should support cooperation among the students with a view to enhancing their teamwork skills. Demak, ularni teamwork skilllarini orttirish maqsadida. Keyingi mashq bu bizda problem solution essay. Qanaqadir problem beriladi va biz solution berishimiz kerak. Many cities face serious traffic problems. Ko'p shaharlar juda ham katta tirbandlik muammolariga yuz kelishyapti, muammolarga uchrashyapti. What are the causes of this? Buni sabablari nimada? And what measures could be taken to solve it? Nima qilsak bu muammo hal bo'ladi? Solution. Bizda berilgan solution improve cycling structure. Ya'ni velosipedni yaxshilash umuman olganda. Encourage eco-friendly transportation and transportation alternatives. Ya'ni eco-friendly bo'lgan transportlarni encourage qilish bundan maqsad. Endi biz aytishimiz mumkin. Governments should improve cycling structure among the cycling structure in cities daily. Governments should improve cycling structure in cities with a view to bizda undan maqsad encouraging eco-friendly transportation alternatives. Hukumat ko'proq eco-friendly bo'lgan transport vositalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida bizda velosiped minish umuman olganda cycling structure'ni yaxshilash kerak. Xo'p, qanaqa bo'lyapti? Umuman olganda biz o'rgangan narsamiz birinchi qismida biz berayotgan ish harakat nima qilish kerak va o'rtada with a view to va ana shu qilingan ishdan maqsad encouraging eco-friendly transportation alternatives. With a view to dan keyin demak maqsadni yozar ekanmiz. Keyingisi advantage disadvantage essay. Topic: more and more people are working from home. Ko'p odamlar uydan turib ishlashyapti. What are the advantages and disadvantages of this trend? Va buni qanaqa yaxshi, yomon taraflari bor. Biz hozir qaysidir birini umuman olganda working from home ni advantage haqida gapiryapmiz. Nima uchun bizda work from home policylar kiritilyapti ishlarda? Chunki undan maqsad bizdagi ishchilarni qoniqishini orttirish, ya'ni job satisfaction'ni yaxshilash. Biz hozir shu narsani with a view to strukturasini ishlatib yozishimiz kerak bo'ladi. Birinchi qismini yozamiz. Employers, ya'ni boshliqlar, employers are integrating degani kirityapti degani. Work from home policies. Xo'p, employers must keling mana shuni organizations deylik.
Organizations are integrating work from home policies. Nima uchun ular masofadan, ya'ni uydan turib ishlash policylarini kirityapti? Undan maqsad with a view to va undan maqsad bizda job satisfactionni orttirish, increasing. Bu yerda increase deb yozilgan, lekin siz fe'lni ing shaklini ishlatishingiz kerak. With a view to strukturasidan keyin with a view to increasing job satisfaction among the employees. Xo'p, demak with a view to ni biz maqsadni berish vazifasida ishlatdik. Tashkilotlar ishchilarni qoniqishini orttirish maqsadida uydan turib ishlash policylarini kiritishyapti. Bu bizda birinchi struktura edi. With a view to verb ing. Biror bir narsaga maqsad, biror bir harakatga maqsad bermoqchi bo'lsangiz, bu strukturadan foydalanish ekan. Va biz buni ko'rib chiqdik, mashqlarni ham ko'rib chiqdik. Endi ikkinchi strukturaga o'tsak bo'ladi. Bu bizda albeit. Qarang. Xo'p, albeit o'zi also bilan bir xil. Biror bir narsaga qaramasdan, nimagadir qaramasdan, nimadir bo'lsa ham mana shu ma'nolarda ishlatiladi. Also bilan bir xil deyarli, lekin ishlatilishida va ma'nosida ozgina farq bor. Albeit alsodan ko'ra salgina rasmiyroq va bunda strukturasida ham ishlatilishda farq bor. Cannot be followed by full clause deyapti. Bu narsani hozir tushuntiraman nimaligini. Alsoda bu narsa emas. Ya'ni albeit bizda full clause ishlatilmaydi undan keyin, lekin also da ishlatilaveradi. Misol uchun, the team achieved success. Bizdagi jamoa muvaffaqiyat qozondi. Albeit with limited resources. Cheklangan resurslar bo'lishiga qaramasdan, cheklangan resurslar bo'lsa ham ular muvaffaqiyat qozonishdi. Mana shu yerda with limited resources degani bu yarim clause, ya'ni full clause emas. Bu narsani hozir tushuntiraman. Qarang, full clause bo'lgani agar siz qayerdadir eshitsangiz, bu full clause ekan desa, u yerda albatta ega kesim bo'ladi. Subject plus verb albatta bo'ladi. Misol uchun also ni ishlatib, ya'ni mana shu gapda also bilan tuzib ko'raylik. Ya'ni hozir albeit emas, biz also ni ishlatib gap tuzib ko'ramiz. The team achieved success. Also, they had limited resources. Mana, bu yerda also ishlatilyapti, bu yerda albeit ishlatilyapti. Lekin albeit ishlatilganda bizda ega kesim yo'qdi. They achieved yoki bo'lmasa they had degan narsa yo'qdi. Bu yerda they ega, had kesim bo'lyapti. Mana shu narsa albeit yo'qdi. Shunchaki otni o'zi keldi. Ya'ni agar siz also ni ishlatsangiz, sizda full clause bo'lish kerak. Ya'ni butun ega kesim bo'lish kerak, lekin albeit ni ishlatsangiz, u narsa bo'lmas ekan. Mana shu narsa bizda cannot be followed by a full clause degani. Albeitdan keyin ot kelishi mumkin, fe'l kelishi mumkin, ravish kelishi mumkin yoki qanaqadir qisqa fraza kelishi mumkin, lekin ega kesim kelmas ekan. Mana shu narsa cannot be followed by a full clause degan ekan. The team achieved success, albeit with limited resources. Cheklangan resurslarga qaramasdan jamoa muvaffaqiyat qozondi. He agreed to help. U rozi bo'ldi yordam berishga. Albeit reluctantly. Xohlamaygina degan. Reluctantly degani xohlamaygina. Xohlamaygina bo'lsa ham u yordam berishga rozi bo'ldi. Demak, bu yerda bo'lsa ham deb tarjima qilinyapti. Ba'zida biror nimaga qaramasdan, ba'zida bo'lsa biror nima bo'lsa ham deb tarjima qilinar ekan. The film was enjoyable, albeit predictable. Bu yerda predictable so'zi filmga nisbatan ishlatilyapti. Bu vaqtda qachonki siz kinoda keyin nima bo'lishini bilsangiz, taxmin qilasiz, ana shu vaqtda film sizga predictable bo'ladi. Aytmoqchiki, kino shunaqa keyin nima bo'lishini bilishingiz mumkin bo'lsa ham, lekin zavqli bo'ldi uni ko'rish. Umuman olganda bizda concession bilan contrastni ifodalashda, ya'ni qarama-qarshilikni ifodalashda ishlatilar ekan albeit.
Endi biz bu strukturani qanaqa IELTS writingda ishlatishimiz mumkin. Misol uchun problem solution essay. Sizga muammo beriladi va o'zingizni solutioningizni kiritishingiz kerak. Urban air pollution is becoming a serious issue in cities. Shahardagi havo ifloslanishi, bu yerda urban so'zi kerak emas ekan, shunchaki air pollution o'zi yetadi. Air pollution is becoming a serious issue in cities. Havo ifloslanishi shaharlarda jiddiy muammo bo'lib bormoqda. What are the causes and what can be done to solve it? Endi siz qanaqa strukturani ishlatib, bu yerda mana shu strukturani ishlatib gap tuzishingiz mumkin. Cities should create more green zones. Shaharlar ko'proq yashil zonalarni yaratish kerak. To reduce air pollution. Ya'ni u yerda havo ifloslanishini kamaytirish uchun. Albeit smaller and less accessible. Bu yerda bo'lsa ham deb tarjima qilinadi albeit so'zi. Ya'ni aytmoqchiki, kichkina, ya'ni ko'p odamlar kelmaydigan yoki kichkina bo'lsa ham shaharlar ko'proq green zonelarni tashkil qilish kerak havo ifloslanishini kamaytirish uchun. Ya'ni albaitdan keyin hech qanaqa ega kesim yo'q. Shunchaki smaller and less accessible. Faqat adjective kelyapti xolos. Bu yerda full clause kelmayapti. Yoki bo'lmasa discussion essayda qanaqa ishlatishingiz mumkin. Bizda hozir ikkita taraf bor va ularni biz muhokama qilishimiz kerak. Some believes that artificial intelligence will improve our lives. Ba'zilar o'ylaydiki, sun'iy intellekt bizning hayotimizni yaxshilaydi. While others think it poses serious risks. Lekin boshqalar shunaqa deb o'ylaydiki, u biz uchun jiddiy xavflar yaratadi. AI offers incredible potential. AI bizga juda ham yaxshi potensialni beradi, imkoniyatlar beradi, albeit with ethical concerns regarding data and privacy. Hujjatlarga yoki bo'lmasa shaxsiy, misol uchun privacy, xavfsizlik, shunaqa narsalarga bog'liq xavflar bo'lishiga qaramasdan, ethical concerns, shunaqa ethical xavflar bo'lishiga qaramasdan, u bizga juda ham yaxshi imkoniyatlarni taqdim qiladi. Albeit bu yerda ga qaramasdan deb tarjima qilinyapti. Demak, ikki xil tarjima qilyapsiz, e'tibor bering. Bittasida biror nimaga qaramasdan yoki bo'lmasa biror nima bo'lsa ham deb tarjima qilyapmiz. Opinion essay. Topic. Do the benefits of space exploration outweigh the costs? Bizdagi fazoni o'rganish, unga ketadigan pulni oqlaydimi? Ya'ni fazoni o'rganishdagi foydalar unga ketadigan puldan ko'ra ustunroqmi degan savol. Demak, bizda hozir bunga agree yoki disagree bo'lishimiz kerak. Opinion essay shunaqa. Space exploration should be pursued. Fazo doim o'rganilorishi kerak demoqchi. Albeit with careful consideration of global priorities like poverty and health. Bizdagi global muammolar bor dunyo bo'yicha. Misol uchun sog'liq bilan bo'lgan muammo yoki ochlik, mana shunaqa sog'liq, ochlik kabi muammolarni borligiga qaramasdan, lekin fazo o'rganilishi kerak. Bu yerda ham ga qaramasdan deb tarjima qilinyapti. Va oxirgi misol bizda advantage disadvantage essay. Is using social media beneficial for teenagers? Bizda ijtimoiy tarmoqlarni foydalanish bu balog'at yoshidagi o'smirlar uchun foydalimi yoki yo'qmi? Bu yerda hozir siz social mediani advantage'ini hamda disadvantage'ini berishingiz kerak. Social media fosters connection. Endi biz hozir tasavvur qiling, siz xulosa yozyapsiz. Bu yerda shunchaki overview yozyapsiz-da, essayning oxirida o'zingizni conclusioningizni yozyapsiz. O'sha vaqtda siz mana shu gapni yozsangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, siz butun essay davomida siz uni advantage sifatida connectionni foster qilishini yozdingiz, ya'ni bog'liqlikni, aloqani yaxshilashini yozdingiz. Lekin disadvantage sifatida addiction bilan cyberbullyingni yozdingiz. Endi siz uni xulosa qilib, thesis statementga o'xshatib yoki introductionda yoki bo'lmasa conclusionda bermoqchisiz. Ana shu vaqtda siz albaitni ishlatsangiz bo'ladi. Social media fosters connection, u connectionni yaxshilaydi, albeit at the risk of addiction and cyberbullying. Bizdagi qaramlik hamda cyberbullyingni shunaqa qaramlik hamda cyberbullying xavfini tug'dirishiga qaramasdan
u bizda connectionni foster qiladi. Yoki it encourages creativity, albeit sometimes distracting from academic responsibilities. U bizdagi creativityni yaxshilaydi. Nimaga qaramasdan, u bizni ilmiy javobgarligimiz, ya'ni bizni vazifalarimizni qilishimiz, o'rganishimiz, ilm olishimiz, mana shu narsalardan bizni chalg'itishiga qaramasdan, u bizdagi creativityni yaxshilaydi. Ko'ryapsizmi, siz xulosa sifatida ikkita tarafni birlashtiryapsiz, advantajlarni hamda disadvantajlarini teng aytmoqchisiz. Ana shu vaqtda siz albaytdan foydalansangiz bo'lar ekan. Xo'p, albayt bo'ladimi yoki bo'lmasa with a view to bo'ladimi, qaysi struktura bo'lishiga qaramasdan, bitta essayda, ayniqsa bunaqa advanced strukturalarni bitta essayda bir marta ishlatsangiz shuni o'zi yetarli. Bitta essayda bir marta albayt ishlating, bir marta with a view to ishlating va boshqa strukturalarni almashtirib ishlatsangiz, bu sizni essayingizni yaxshilaydi. Endi keling mashqlarni bajaramiz va shuni bajarib bo'lgandan keyin darsni yakunlasak bo'ladi. Opinion essay. Should school uniforms be mandatory for all students? Bizdagi formalar majburiy bo'lishi kerakmi hamma o'quvchilar uchun deyapti. Sizni berayotgan ideyangiz school uniforms promote discipline. U bizdagi tartib intizomni ushlab turadi. Lekin lekin degani limit student self expression. Ularni erkinligini cheklaydi. Endi siz aytishingiz kerak, maktab formalari o'quvchilarni erkinligini cheklashga qaramasdan disiplinni promote qiladi. Mana shu gapni yozishimiz kerak. Xo'p, buni o'chirmaymiz. Tagidan yozsak bo'ladi. Ideyani ko'chirib olaylik, bu yog'ini o'zimiz yozamiz. Xo'p. Biz hozir qanday boshlasak bo'ladi? Bu birinchi qismi, to'g'rimi? Birinchi qismini yozib olaylik, keyin ikkinchi qismini o'ylaymiz. School uniforms promote discipline, virgul, albeit nimani evaziga? Ularni, studentlarni self expressionni evaziga. Biz aytishimiz mumkin at the expense of, biror nimani hisobiga degani, at the expense of students self expression. Bu yerda s bo'ladi. At the expense of students self expression. Bizdagi hozir ikki xil ideyani biz ikkalasini birlashtirib, albayt so'zini ishlatib tuzdik. Bu yerda ga qaramasdan deb tarjima qilinadi. Ya'ni formalar studentlarni, o'quvchilarni erkinligini hisobiga bo'lishiga qaramasdan, u tartib intizomni saqlaydi. Bu juda ham yaxshi gap. Agar siz shunaqa albaytni shunaqa ishlatib gap solsangiz, bu juda ham yaxshi bo'ladi grammatik jihatdan. Endi boshqa essay turi qanaqa bo'lishi mumkin? Discussion essay. Topic. Some people think over online news will replace newspapers. Ba'zi odamlar shunaqa o'ylaydiki, bizdagi onlayn xabarlar gazetalarning o'rnini egallaydi. Others believe newspapers will remain important. Lekin boshqalar baribir gazetalar muhimligicha qoladi deb hisoblashadi. Siz hozir endi ikkalasini teng yozmaysiz bitta essayda. Shunchaki ikkita misol bergan. Bu bizni ko'proq mashq qilishimiz uchun. Online news. Siz hozir online newsni tarafini olmoqchisiz. Uni ko'proq convenient demoqchisiz va shunaqa yaxshi taraflarni aytmoqchisiz, lekin ba'zida unreliable bo'lishiga qaramasdan deb orasiga qo'shib ketmoqchisiz. Mana shunaqa ikkita qarama-qarshi opposing ideyalarni biz hozir albaytni ishlatib bitta qilishimiz kerak. Xo'p, qanday boshlasak bo'ladi? Xo'p, mana shu yerda convenient emas, popular ni ishlataylik, mashhur.
Xo'p, online news is becoming. Mana shu yerdachi news so'zini ishlatishga e'tibor bering. Bu ko'plikda bo'lsa ham biz isni ishlatamiz, arni ishlatmaymiz. Bu o'zi doim ko'plikda bo'ladi. New degani yangi degani va u xabar degan ma'nosida hech qachon kelmaydi. Har doim bu ko'plik shaklida bo'lishi kerak. Online news is becoming increasingly popular. Virgul, albeit, lekin nima bo'lishiga qaramasdan u ba'zida ishonchsiz deb aytishimiz kerak. Albeit sometimes unreliable. Shunchaki sifatni ishlatyapmiz xolos albeitdan keyin. Hech qanaqa ega yo'q, kesim yo'q, shunchaki sifatni o'zi. Online news is becoming increasingly popular, albeit sometimes unreliable. Ikkinchisini olamiz. Endi biz newspaperlarni yaxshilashimiz kerak. Xo'p, buni bold qilib qo'yaman. Bu bizdagi idea. Ya'ni newspaperlar ko'proq bizga detailed ma'lumotlar beradi, ko'proq tafsilotlari bilan ma'lumotlar beradi. Ishonchli, lekin yoshlar orasida unchalik mashhur emas. Biz shu ikkala gapni hozir bog'lashimiz kerak. Birinchi qismini more detailed bilan credible ni yozib olamiz, o'rtaga albeitni qo'yamiz, keyin ikkinchi qismini yozishni o'ylayveramiz. Newspapers remain more credible. Bu yerda siz bu yerda ham credible belgilangan ekan. Credible and detailed sources. Shuni o'zi yetarli. Detailed source virgul albeit, lekin u yoshlar orasida mashhur bo'lishiga qaramasdan deb yozishimiz kerak. Albeit bu yerda hozir siz youngsters so'zini ham ishlatsangiz bo'ladi, lekin undan ko'ra yaxshiroq variant albeit less appealing to a younger audience deylik. Newspapers remain a more credible and detailed source, albeit less appealing to younger audiences. Yoshlarga unchalik yoqmasa ham degan ma'noda. Yoshlar orasida mashhur emas degan narsa, yoshlarga unchalik yoqmasa ham degan narsa bilan bir xil. Birinchi tarafda u yaxshilanyapti, ikkinchi tarafda yomonlanyapti. Ya'ni bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan fikrlar va o'rtasiga albeit qo'shilyapti. Bir-biriga kontrast bo'lgan ideyalarni bog'lash uchun ishlatilar ekan albeit. Keyingi bu problem solution essay. Bizdagi muammo bu obesity, ya'ni semizlik, ortiqcha vazn. Va siz unga berayotgan solutioningiz promote physical education, ya'ni maktablardagi maktablarda physical educationni rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash deymizmi, xullas promote qilish. Lekin bizdagi school timetable bor-ku, maktabdagi darslar. Ana shu darslarda bu physical education uchun unchalik ko'p vaqt yo'q. Ya'ni bizda limited time bo'ladi. Hozir ikki xil ideyamiz bor. Aytyapmiz, u physical education bo'lishi kerak deyapmiz. Lekin shunga qaramasdan bizda u uchun vaqt juda ham kam. Xo'p. Hozir bir daqiqa. Vaqt u uchun chegaralangan bo'lishiga qaramasdan biz physical educationni maktablarda rivojlantirishimiz kerak deb aytmoqchimiz. Endi biz bu ikkala gapni bu ikkala fikrni bitta gapga bog'lashimiz kerak. Birinchi promote qilaylik deylik, keyin ikkinchi qismini o'ylab ko'ramiz. School should promote physical education to
to fight obesity. Ya'ni ortiqcha vazn bilan kurashish maqsadida degan ma'noda. Kurashish uchun to fight obesity, albeit nima bizda hozir vaqtda cheklov borligiga qaramasdan deb aytishimiz kerak. Albeit with limited time in daily schedules. Bizda doimgi dars jadvalida vaqt chegaralangan bo'lishiga qaramasdan maktablar ortiqcha vazn bilan kurashish uchun physical educationni promote qilish kerak. Wow, juda ham yaxshi gap bo'ldi. Xo'p. Endi bizda oxirgi gap qoldi. Advantage, disadvantage essay. Topic. The rise of electric cars, advantage, disadvantages. Demak bizda electric carlar bor va ularni advantage, disadvantage haqida gapirishimiz kerak. Advantagelardan bittasi, u bizdagi havodagi pollution'ni, emissionlarni kamaytiradi, lekin juda ham qimmat. Bu disadvantage. Bu xuddiki conclusion yozishdek gap. Hammasini umumiy xulosa yozish maqsadida siz ikkalasini teng yozasiz. Bir tarafdan advantagelarni yozasiz, lekin ikkinchi tarafdan disadvantagelar. Hammasini yozib bo'ldingiz, o'sha main bodylarda discuss qilib bo'ldingiz u idealarni. Siz endi conclusion yozyapsiz. Shu vaqtda umuman olganda to'liq qilib aytadigan bo'lsak, albaitni conclusionda ishlatsangiz juda ham yaxshi bo'lar ekan. Qachonki siz advantage, disadvantage yoki bo'lmasa problem solution shu ikkalasini birlashtirmoqchi bo'lganingizda. Xo'p, avval birinchi qismini yozaylik. Bizda electric carlarni emission hamda pollution'ni reduce qilishini yozaylik. Electric cars help reduce emissions and pollution. Albeit, lekin juda ham qimmat deyishimiz kerak. Albeit still ishlataylik, juda ham yaxshi. Baribir degan ma'noda. Haligacha albeit still too expensive. For many buyers yoki customers desam bo'ladi. For many buyers deylik, yoki customers deylik. Xaridorlarga. For many people desak shuni o'zi yaxshi ekan. Electric cars help reduce emissions and pollution, albeit still too expensive for many people. Albaitdan keyin faqatgina sifat kelyapti. Albatta qo'shimcha ma'lumotlar ham bor ko'p odamlar uchun va hokazo, lekin asosan asosiy gap bo'lagi sifatda faqatgina sifat. Hech qanaqa ega ham yo'q, sifat ham yo'q, kesma ham yo'q. Bu demak bizda full clause emas. Sifatni o'zi hammasi shunaqa bo'ldi. Bizda electric carlar haligacha ko'p odamlar uchun juda ham qimmat bo'lishiga qaramasdan, u havodagi ifloslanishlarni, pollutionlarni, emissionlarni kamaytiradi. Xo'p, bugun o'rgangan narsamiz bizda albeit bilan with a view to strukturalarni o'rgandik. Albeit ikkita qarama-qarshi opinionlarni siz bog'lamoqchi bo'lganingizda ishlatar ekansiz. Biror nimaga qaramasdan, biror nima bo'lsa ham deb tarjima qilinar ekan. With a view to degani biror nima maqsadida degan ekan. Va u siz maqsad biror bir harakatdan qaysidir maqsadni ko'rsatmoqchi bo'lganingizda ishlatar ekansiz. Xo'p, men bu materialni tashlab beraman. Buni o'zim tayyorladim. Hozircha faqatgina shu ikkita strukturasi bor. Men buni yana ham kengaytiraman. Yana boshqa dars o'tganimizda yana ham qo'shimcha qilaman. Hozircha mana shu yerda darsni tugasak bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.